Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana shkaturkamizning yakuniy qismiga keldik. Ko'cha tomonda tushirib ko'rsatamiz. Bundan ro'pa-rosa 28 kun oldin kelib mana shu yerga qum ilab boshlagan edik. Ana shu yerda. O'sha qumimizdan ozroq qoldi. Illaylarni ham mana uryapmiz. Arqa tomon ikki yonbosh, ichkarisi to'liq bo'ldi hammasi. Opshi shkaturkamiz 1000 kvadrat bo'ldi hisobi. Steshkalari ham bor. Opshi 1500 kvadrat bo'ldi. Steshka shkaturkamiz. Mana shu oldi atmosfera balka stoykalari qoldi. Rigillar. Xudo xolasa bularni ham qilsak, nasib bo'lsa, inshaalloh yorug' yuz bilan topshiramiz degan niyatdamiz. Shu ustalarimizni qo'llab-quvvatlab turinglar, layklarni ko'paytiribsizlar. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Kanalimiz yangi bo'lganlarni obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Va ustamiz ishlamoqdalar. Tepasi ozroq joyi qoldi. Yakuniy qismiga keldik va nihoyat. Chimkent shahri bo'yicha 1800 so'mdan bo'lyapti hozir shu shkaturkamiz Pajilkada.